Bolangiz shamollagan, yo'talyapti, burni oqyapti. Unda bu aynan siz uchun. Dumbani yog' holatiga kelguncha yaxshilab eritib olamiz. Erigan yog'ni ilitgan holda ichiga 3-4 tomchi yod tomizamiz. Bolangiz shamollagan. Har xil kuchli yo'tallari bor. Hadeb dori antibiotik berishdan to'xtalamiz. Qaranglar, hozir dumba yog'iga yod soldik. Mana shuni yaxshilab ko'krak qafasiga, orqasiga, oyog'ini teylariga yaxshilab stopasiga tega borib, oyoq teylariga massaj qilib suramiz. Mana shu yog'ni kechqurun yotishdan oldin iliq qilib turib, oyoqni tagiga yaxshilab suramiz. Bu bizga nima beradi? Oyoqlarning tagini qizdirib, har xil infeksiyalardan chiqib ketishiga yordam berib, bolalarning yo'tali birinchi kunni o'zida sezilarli darajada qaytadi. Shamollashlar shunaqa yengillashadi. Buni borku, mana burunlarning yollariga, mana peshonasiga sursanglar, burun oqishlari ham qoladi. Shamollashlar ham birpasda yo'q bo'ladi. Har xil doridan foydalanavermaylik. Keyin yana zo'r joyi bor. Kechqurun bolasi siyib qo'yadigan onalar bo'lsa, qo'g'ini, ikkita oyog'ini orasini qo'g'lariga yaxshilab surib yotsanglar, kechqurun siyib yotishi ham qoladi, qolib ketadi. Shu bilan kechqurun bolalarni siyib qo'yishdan xavfsiramaysizlar, o'shandan qutulasizlar. Foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, menga podpiska bosib qo'yinglar. Bundan-da foydali ma'lumotlar menda juda ham ko'p. Shamollab yotgan farzandi bor ota-onalarga jo'natib qo'yinglar.